Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qurilish qilyapti turgan akalarimiz uchun, undan tashqari arenda biznesi bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun Leysani birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Bundan tashqari 30 ga 30, 40 ga 40, 50 ga 50, 60 ga 60 kolonna uchun apalovkalar ham bor ekan. Bitta like bosib tursalaring, ustakamizdan chiroyli qilib ma'lumotini olamiz. Listlari qanday bo'lyapti, stenalari qanday ishlatilgan, dastavkasi qayerlargacha ustakamiz bizga chiroyli qilib ma'lumotini beraveradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan kelayotgan hayit ayyomlar hammaga muborak bo'lsin. Rahmat aka, o'zingizga muborak bo'lsin. Xalqimizga, quruvchi akalarimizga sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaryapsiz ekan, obunachilarimizga ma'lumotini berib o'tsak. Bu yerda nimalar ishlab chiqarilyapti aka hozirgi kunda? Hozirgi kunda shu lesa, kolonna palovka, monolitniy stoyka ishlab chiqaryapmiz. Ishlab chiqaryapmiz, ha? Zo'r. Xo'sh, birinchi nimadan ma'lumot berishni boshlaymiz? Birinchi ana shu lesalardan ketaveramiz. Lesalardan boshlayveramiz, ha? Zo'r. Razmeri necha bo'lyapti? Stenalari qanday ekan? Razmeri balandligi 1 metr, uzunligi 2 metr, eniga 94. Aha. Stenalari hamma yo'g'i, kashagi, beldam hamma yo'g'i 1.7 xudo xolasa, behijolat. Behijolat. Aha. Necha kilogacha yuk ko'taryapti Adol aka? quloqlari ham 6lik ishlatiladi, qalinidan bo'ladi. Aha. Mana bu plankalarimiz ham 6,5lik, 3talik bo'lgan. Agar 4talik deydigan bo'lsa, 5lik qilib 4talik qilib beraveramiz. 4talik qilib berilaveradi. Bunaqasiga ham ugoliklar tashlangan ekan, baqot o'rgangan. Baqotdan tashlangan, xudo xolasa. Zo'r. Necha kilogacha yuk ko'taraveradi aka? Yuki 670 kilo ko'taraveradi, xudo xolasa. 670 kilo ko'taraveradi. Misol uchun, bunga ikkita usta chiqib ishlaydigan bo'lsa, misol uchun 70 kilodan bo'ladigan bo'lsa, 150 kilo bo'ladi, bemalol ko'taraveradi. Behijolik ko'taraveradi. Undan tashqari pardon qo'shib olaman deydigan bo'lsa, 5 qator, 6 qatorgacha taglab qo'ya ko'taraveradi, to'g'rimi aka? Qo'shib ko'taraveradi. Narxi qancha chiqyapti 1 metrligi? Narxi 520 ming so'm chiqyapti. Hamma yo'g'i 1.7 bo'ladigan bo'lsa, agar 1,5 kashagini 1,5 qilib bering degan bo'lsa, 500 ming qilib beraveramiz aka. Ikkisi kashagiga 1,5 bo'ladi, 500 ming so'm bo'ladi. To'g'rimi aka? Bo'ladi. Zo'r. Lekin men 1.7 ni tavsiya qilaman. 20 ming xizmat bo'ladi, baqot bo'ladi. To'g'rimi aka? Arendachi akalarimiz o'sha uzoq yillar xizmat qilaveradi. Endi har xil odam bor. Aha. Otib yuboradi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun arendachilarga ko'proq shu 1,5, 1.7 ni tavsiya qilaveramiz. 1,5 ga misol uyda ishlatadigan, hali yengil ishlarga bo'lsa, 1,5 bo'lsa bo'laveradi. 1,5 bo'laveradi. Zo'r. 500 mingga 520 ming so'm bemalol xarid qilishlaring mumkin. Aka misol uchun menga 100 komplekt kerak, 200 komplekt kerak desa tayyorlari bormi? Inshaalloh yetkazib beramiz aka. Tayyorlab harakat qilaman. Tez kunlarda yetkazib beramiz aka. Zo'r. 2 metrligimiz-chi aka? 2 metrligimiz balandligi 2 metr, uzunligi 2 metr. Aha. Eniga 94. Bu bilan bu bir-biriga bemalol tushib chiqaveradi. Tushaveradi, ha? Mos kelaveradi bir-biriga. Zo'r. O'sha hamma yo'g'i 1.7 buni ham kashaklari. Buni patron 4 talik ekan, ha? Paddoni buni kasha 4 talik, bunaqasi 5lik qo'yilgan. Aha. Baqlat xudo xolasa inshaalloh. Xudo sifatlari zo'r. Narxi qancha chiqadi usta aka? Narxini buni 630 ming so'm qo'yamiz, o'sha hamma yo'g'i 1.7 sini. 630 ming so'm qilib beramiz. Agar kashagi 1,5 bo'ladigan bo'lsa, 600 ming so'm qilib beraveramiz. 600 ming so'm chiqaradi. Dastavkasi? Dastavkasini kelishamiz aka, xudo xolasa. 12 ta viloyatga kelishilgan holatda chiqarib berilaveradi, to'g'rimi aka? Kelishilgan holatda Zo'r. chiqarib beraveramiz. Xo'sh, burchakli gaplashganmiz-chi? Burchalik gaplashganimizga keladigan bo'lsak, lislari 2,5lik o'sha rossiyskiy deydi. Aha. O'shali o'ynab ketmaydigan baquvvatdan qo'yilgan. Uni ham hali 2 xili bor-da, bir arzonrog'i bor, sifati jicha nimaroq, bu yaxshisidan ishlatilgan, o'sha 5 qimmatroq bo'ladi. Qalinligi 2,5 bo'ladi lisini. Mana profillari 1.7 hamma yo'g'i. Aha. Mana beldamlari ham qalin tashlangan. Bel berib nima bo'lib ketmaydi xolos. Hozir 1 ta, 2 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta qo'yilyapti ekan, to'g'rimi aka? Burchagi bilan. Tevadagi pastdagidan tashqari 8 ta, 3 metrga. 3 metrga, xudo xolasa. Zo'r. Narxi qancha chiqyapti usta aka? Narxi mana shu 40 ga 40 bo'ladi, bo'yi 3 metr. Narxi 1 million so'm bo'ladi buni. Narxi 1 million so'm bo'ladi. 1 million 100 deydi. 1 million 100 ming so'm. Usta akamiz adashib ketdi, ozgina hayajon bor aka. Ha, endi hayajon Xo'sh, bo'ladi. 1 million 100 ming so'm telefon qilasizlar, ko'proq oladigan bo'lsa kelishtirib beramiz aka. Ha, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Zo'r. 40 ga 40, 30 ga 30 kolonna palovkalarimiz. Mana bu yerlarda, mana buni taglarida tayyorlari bor, nari yoqda bor. Bu yoqlarda tayyor bo'lyapti. Buni stenalari qanday ishlatiladi? Qilamiz. Bu lisini 2.8 qilamiz, baquvvat bo'lsin deb. Aha. Mana uzun profillari 1.7. Buni beldamlari 1,5 bo'ladi. Aha.
Mana bu turbalar nimaga qo'yilgan ekan? Nimaga foydasi bor buni? Bu turbalar o'sha ish jarayonida mana bu profilda yeyilib kengayib ketmasligini oldini oladi. Bu haligi vibrator berib nasosda qo'yganda o'sha titrashda mana profillar yeyilib kengayib ketgandan keyin ishga yaroqsizlik, tez yaroqsiz Qorin berib yuboradigan bo'lib qoladi shunda. Qorin beradi, keyin hali o'ynab nima bo'lib qoladi. O'shaning uchun buni qo'yganimiz hisobiga uzoq yillar xizmat qilaveradi behijolat. Misol uchun qorin berib yubormaydi, nasosda Yo'q, kuchyapti, qorin to'g'rimi ekan? bermaydi aka. Domlarga ishlatyapti, xudo xolasa 3 yildan beri hali qorin berdi, hech nima Boshqa narsa bo'ldi degan yo'q, to'g'rimi ekan? Hech bola bo'lgan yo'q, xudo Zo'r. xolasa. Xo'sh, bo'ylari 3 metr, 40 ga 40. Narxi qancha chiqyapti usta aka? Narxini mana shu 3 metrligini 3 million so'm qilib beramiz. 1 metrligi 1 milliondan tushaveradi aka. Ha, 3 metrligi 3 million, 1 metrligi 1 milliondan tushirasiz. 30 ga 30lik bor. 30 ga 30ligimiz 2 million 8 ming so'm. 2 million 800. 50 Qolganlarni- ga 60 ga 60 ham tayyorlab beraveramiz. Kelishaveradi. Shu zakaz qilsa, xudo xolasa kelishaveramiz aka. Kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Zo'r. Mana o'zlari birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi, xudo xolasa olib sotar, boshqa narsa emas. Bemalol zakaz qilaverasizlar. 3 yildan beri mana shu sohada xudo xolasa katta-katta qurilish obyektlariga ham yetkazib beryapmiz aka. Inshaalloh yetkazib beryapmiz. Biz kanaldan chiqqanlar uchun ko'proq olsa arzonroq qilib beramiz, ha? Inshaalloh qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib beriladi. Manzilimiz? Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Chorboq qishlog'idan. Aha, bemalol kelaverasizlar, kelib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun lokatsiyalar tashlab beriladi yoki bo'lmasa kelishilgan holatda arzon mashinalar topib, dastavkasini qilib beraveramiz. To'g'rimi aka? Ustiga sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang, xalq xizmatida. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bitta like bosib, mana shu videomizni qurilish qilyapti turgan tanish-bilishlarga yoki bo'lmasa arenda biznesi bilan shug'ullanadigan tanish-bilishlarga yoki bo'lmasa 3-4 ming pulim bor, nima biznes qilishni bilmayapman degan tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalaring, ko'pchilikka foydali manfaatli bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ustiga sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Xalq xizmatida charchamang. Xo'p.